Bugungi videoda Minecraft uchun top 3 ta qurilma dekoratsiyalarini ko'rib chiqamiz va video boshlanishidan oldin albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yaxshiroq joylashib oling, biz videoni boshladik. Va bizani birinchi dekoratsiyamiz bu sizlar menga o'xshab agar mana bunaqa oddiy kravatlarda o'tirib zerikib ketgan bo'lsanglar, bu dekoratsiya sizlar uchun. Xo'p, bizga shu bloklar kerak bo'ladi inventarda turgan va biz plitani olamiz. Plitani endi biz bu yoqqa qo'yib olamiz va protivоположный tomoniga qo'yib olamiz. Xo'p. Ana endi buni tepasiga ham qo'yib olamiz va shunda olib boramiz. Ana endi pastiga ham qo'yib olamiz blok qilib. Plitani o'rniga o'zi blok olsam bo'lar ekan, mayli. Xo'p. Ana endi shunaqa bo'lgandan keyin ikkita qo'yib olamiz. Xo'sh, endi bularni olib turib pastroqga qo'yamiz. Chunki sig'mas ekan va yana plitalarni qo'yib olamiz. Xo'p, plitalarni qo'yib olganimizdan keyin endi biz lyuklarni qo'yishni boshlaymiz. Tepasida kerak emas. Вот. Shunaqa tarzda turish kerak. Xo'sh, shunaqa yopib olamiz. Tezroq yopildi. Va endi u tomoniga ham qo'yamiz. 1 2 mana do'stlar. Xo'p, ana endi bizani qiladigan ishimiz bu mana yana lyuk qo'yishimiz kerak. Tak. Nargi tomonga ochildi cho'ta. Tak, qani boshqatdan qo'yilichi. Endi mana shu tomondan qo'yganda kravat tomonga yopilar ekan. Endi biz buni qo'yishimiz kerak. Nimaga qo'yilmayapti bu? Tushunmadim. To'xtaylik, qo'yilmas ekan bu. Mana bularni buzishimiz kerak ekancha. Cho'ta yerda qo'yildi. Bunaqa chiroyli chiqmaydi baribir. O'shaning uchun biz mana bu ikkita blokni olib tashlashimiz kerak. Ikkita plitani to'yis. Endi biz u tomoniga qo'yib olamiz. Va shunaqa qo'yib olganimizdan keyin bu yoqqa bitta любой blok qo'yamiz. Va mana do'stlar, birinchi dekoratsiyamiz shundan iborat edi. Xullas oddiy kravatdan ko'ra shuni bitta ochib yotgan yaxshi deb o'ylayman. Va sizlarga yoqqan bo'lsa, biz keyingi dekoratsiyaga o'tamiz. Qana bo'lmasam ketdik. Stop do'stlar, sizlar Telegram kanalimga o'tib qo'yishinglar shart. Chunki sizlar majbursizlar va kanalimga obuna bo'lishinglar ham shart. Va shu videoga like bosishinglar ham shart. Negrlar, bo'pti, gaplashamiz. Va bizani keyingi dekoratsiyamiz bu mamlaqa svet va ramkalar bilan bo'ladi. Svetni 3 ta qo'yib olamiz tepaga va biz keyin ramkani qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ramkani qo'yib olib turib, mana bunaqa to'xtaylar. Mana bunaqa zina bloklardan qo'yamiz. Bizning tilda zina. Men uchun zina blok va biz shu holatga keltirib olamiz, shu shaklga. Va o'sha ko'rib turganinglarda chiroyli chiqyapti va biz ana endi lyuklarni qo'yib chiqamiz bitta tepaga va bitta bu yoqqa. To'xtaylar. Shunaqami o'zi? Yo'q, menimcha boshqacha edi. Buni ham tushirsa g'alati bo'lib qoldi. To'xtaylar. Birinchi bo'lib mana buni tepasiga qo'yish kerak edi. To'xtaylar. To'g'ri buni. Yana bitta mana endi to'g'rilandi va biz teparog'iga uchib olamiz va buni qo'yib qo'yamiz lyukka. Xo'sh, lyukka qo'yganimizdan keyin biz yana bir marta lyukka o'sha joyga qo'yamiz tepaga. Ya'ni bu yoqqa emas, mana shu yoqqa qo'yib olamiz. Xo'p. Endi biz bu yoqqa qo'yarmidik? Bunaqa qo'yilar ekan, kerak emas bunaqa. Va biz o'rtasiga qo'yishimiz kerak edi menimcha. Mana o'rtasiga qo'yishimiz kerak edi.
va biz eng pastiga qo'yib olamiz buni. Va o'zi ko'rib turganingizdek polkalar chiqyapti va biz bitta to'xtanglar. Masalan, doskani olib turib yoniga qo'yib yorsak va buni tepasiga lyuk qo'yib qo'ysak, bu ajoyib shkaf chiqyapti. Ko'rib turganingizdek do'stlar, mana bu dekoratsiya va polkalar ko'rib turganingizdek. Va menimcha sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Biza keyingi to'xtanglar sandiq qo'ysa bo'larmikin? Bunaqa g'alati turdi. To'xtanglar sandiq qo'yib ko'ramizmi? Kelinglar sandiq qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, tak, sandiq qayerda edi? Mana sandiq, tak. Xo'p, sandiq qo'yib olishgan sandiqdan tepasigacha yo'q, tepasiga ham qo'yib bo'lmaydi. No, prinsipi bo'ladi do'stlar. Biz keyingi dekoratsiyaga o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Tak, bizning keyingi dekoratsiyamiz bu kachela bo'ladi. Tak, kachelani biz tepaga zabordan, mana bunaqa bambukoy zabordan tepaga bir 5 ta qo'yib olishimiz kerak. Xo'p, yana ikkita qoldi va mana endi u yog'iga 3 ta sanab turib yana 5 ta qo'yib yuboramiz. Xo'sh, 1 2 3 4 va 5. Xo'p, 5 ta qo'yib bo'lganimizdan keyin bizning qiladigan ishimiz bu yana shu zaborlarni ikkita tomonga chiqarish, qo'yish. O'rtasiga ham qo'yib qo'yamiz. Xo'p. Ana endi bizga zanjir kerak bo'ladi. Zamok tsep edi, menimcha tsep. Xo'p, mana tsep chiqdi, mana shu zanjir do'stlar. Va biz ikkita tomonga osamiz, tak. Ikkita tomonga osamiz. Xo'p. Endi yaxshi bo'ldi va yana bitta noto'g'ri qo'yilib ketdi. O'tirib turib qo'yish kerak ekan. Vot, mana endi yaxshi bo'ldi va yana bitta qo'yib olamiz. Yaxshi bo'ldi va biz ana endi yana o'sha zini blok qo'yamiz. Va biz bambu ko'yisini tanlaymiz har doimgidek. To'xtanglar, qanaqa qo'yamiz endi buni? Tak. Qanaqa qo'yamiz? Bunaqa ham qo'yilmayapti-yu. No, to'xtanglar, ideya keldi menga. Qanaqa qo'yishi? Xo'p. Biz mana bu zaborni olib turib, shu yoqqa qo'yib va biz buni qo'yib yuboramiz va bo'ldi. Endi nargi tomoniga ham shunaqa qilib qo'yamiz. Bitta zanjir olamiz hozir. Tak olamiz va endi buni qo'yamiz va ko'rib turganingizdek yaxshi chiqyapti degan umiddaman va biz o'rtasiga qo'yib qo'yishimiz kerak va mana do'stlar kachelamiz ham uje tayyor va o'rtasiga ham qo'yib qo'yamiz. Nima deysizlar? No, takoy необычный bo'ladi. Mayli o'rtasiga ham qo'yaveramiz. Va mana ko'rib turganingizdek kachelamiz ham tayyor bo'ldi. Endi bemalol mana to'nqayib uchirsanglar bo'ladi. Va mana do'stlar, video ham o'z nihoyasiga yetyapti. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lishingiz sizlardan chiqmasin. Sizlar bilan Crafter bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.